Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Fransiyadamiz. IC24 zapravkasiga to'xtaganman. Hozir zapravka qilgani, xudo xolasa o'zimga o'xshagan, Yevropaga yangi kelib, zapravka qilish bilmaydiganlar uchun bu yaxshi ma'lumot bo'ladi. Xo'p, qo'limdagi IC24 kartasi, bundan qanday qilib zapravka qilishda hozir qisqacha ma'lumot berib ketaman. Qanday qilib chek olish kerak? Men kelganimda kechqurun 1-2 bo'lgan zapravka qilgan tushganman va tanishlar bez taqmaydi. Ashka qilib qo'yganman. Siz men qilgan xatoni qilmang, shuning uchun tuzatishda davom eting. Men sizga hozir qanday qilib zapravka qilib va qanday qilib chek olishni o'rgataman. Xo'p, birinchi tushdan oldin probegimizni ko'rib olamiz. Sraz bak. Xo'p, adbiluni nomeri mana 05. Ha, bu yerda apparat bor. Apparatga akalar qaranglar. Qo'limizda mana ikkita karta bor. IC24 dagi birinchi karta va ikkinchi karta. Shu birinchi kartani solamiz. Mana birinchi kartani solyapman. Buni qaytarib olamiz. Undan keyin ikkinchi kartani solamiz. Hop, ikkinchi kartani kodini teramiz. Hop, probegimizni yozamiz. 53-35-41. Bosamiz. Ana, dizel quymoq olsangiz dizelni bosasiz, adbul quymoq olsangiz adbulni bosasiz. Keyin qaysi kolonkadan quyasiz deydi. Biz 5-kolonkadan quyamiz. Okey. Bu kartamizni chiqarib olamiz. Ketdik. Yana tezroq qilmaylaysizlar. Adbulniki mana 3 mana shunaqa bo'ladi. Suqamiz, bosamiz. Ketdi. Xo'p, zapravkani qildik. Omni bak bo'ldi. Adbulni o'rniga agar saralkaningiz yerlaydi, dizel quygan bo'lardik. Xo'p, hozir bu yerda ikkinchi kartani olib kelamiz va buni yana solamiz. Men kelganimda shunda adashib qilib birinchi kartani solib qo'yganman va chek bermagan. So'raydi. Yana quyasizmi dedi. Yo'q deymiz. Chek ber deymiz. Bu yerdan chek berar akalar. Birinchi savoli yana quyasanmi deydi. Yo'q deb bo'lsangiz, keyingi savoli chek beraymi deydi. Ha deysiz. Solishtirib qo'yasiz mana. 25-72. Qaranglar, menga o'xshagan studentlar uchun sirasi mana putovoyga qanday qilib chekni yozib ketishni ham o'rgatib qo'yaman. Yana sirasi yozib qo'ydim. 29-17-chek, 53-35-41 probegim. Persevimni nomeri, adbulu kuydim Fransiyadan. 25 litr 72 mana unosigacha yozib qo'yasiz. Bu refga, men ref sudraganim yo'q haligacha. Refga zapravka qilsangiz bu yerga yozasiz.